Ginekological chair. Ushbu qurilma ginekologik tekshiruvlar uchun mo'ljallangan elektr yuritmal tekshiruv stoli bo'lib, bir tugma orqali oson boshqariladi. Jihoz balandligini sozlash funksiyasiga ega bo'lib, tekshiruv sharoitini aniq moslashtirishga imkon beradi. Ustun mustahkamlik va gigiyenaga ega materiallardan tayyorlangan. Shuningdek, yumshoq ishlov berilgan oyoq qo'ygichlar bemorning barqaror va qulay holatda tekshiruvdan o'tishini ta'minlaydi. Modern oram qutisi ochilgandan so'ng, videoda ko'rsatilganidek asosiy blok va komponentlar qutisi mavjud bo'ladi. Asosiy blokning oram, wrapping qoplamasini olib tashlang. Tarkibiy qismlar. Main unit armrest, matress, knetruches, drain tray, stren framedan iborat. Stirrups yigilishi. Leverni bo'shating va stirrupsni kiriting, so'ng leverni burab mahkamlang. Biohazardos vositalarni yiging. Qarama-qarshi tomondagi stirrupsni ham yiging. Arm support yigish. Lever bosh holatda ekanligini tekshirib, uni relga joylang va leverni burab mahkamlab qo'ying. Qolgan qarama-qarshi tomondagi arm support ham xuddi shu usulda yigiladi. Parda ilgichini yigish. Leverni bo'shating, parda ilgichini joyiga kiriting va leverni burab mahkamlab qo'ying. Fot switch ulanishi. Fot switch portining qopqog'ini olib tashlang va fot switchdagi chuqurcha, yo'nalish belgisi bilan konnektor yo'nalishini to'g'ri moslab ulang. Quvvat kabelini ulganingizdan so'ng, power switchni on holatiga o'tkazsangiz, qurilma ishga tayyor bo'ladi. Fot switch ishlatish. Fot switchdagi down pedali yordamida stulni asosiy tekshiruv pozitsiyasiga keltiring. Asosiy pozitsiyada bemor tekshiruv stuliga o'tirishi yoki tushishi mumkin. Tekshiruv davomida up pedali yordamida stulni yuqoriga ko'taring. Maslahat up yoki down ishlayotganda har qanday pedalni bosib harakatni to'xtatish mumkin. Foydalanuvchi xohlashiga ko'ra stul balandligi va orqa tayanch burchagini sozlab ishlating. Stirrup sozlash. Har bir leverni bo'shatib, balandlik va burchakni sozlash mumkin. Arm support sozlash. Orqa tayanch burchagini leversiz markazdan ochish yoki yopish orqali sozlash mumkin. Qo'l tayanchining joylashuvi uchun pastki leverni bo'shating, rels bo'ylab harakatlantiring va keyin leverni burab mahkamlang. Parda tayoqini o'ng yoki chap tomonga qarab farq qilmasdan teshikka solib, lever yordamida mahkamlab ishlatish mumkin. Pedal tormozini mahkamlash. Pedal tormozi pastki tomonda, oyoq yo'nalishida joylashgan ikkita qo'l bilan buriladigan vintli tizimga ega, foydalanuvchi xohlagan joyga harakatlantirib, pedal tormozini burib pastga tushirib mahkamlang. Asosiy blokni biroz egib burilsa, pedalni burish osonroq bo'ladi. Eslatma. Ishlatishda pedal tormozini mahkamlab, asosiy blokning harakatlanmasligini ta'minlang. Harakatlanayotganda pedal tormozini burib ko'taring, shunda gildiraklar ishlaydi va uskuna harakatlanadi. Kerakli joyga olib borganingizdan so'ng, tormozni burib yana mahkamlang. Tormoz pedali ishdan chiqqanda almashtirish talab etiladi. Iltimos, Medline Tal markaziga murojaat qiling. Ichki tuzilma. Montaj qilish usuli uchun albatta trolley user manualga murojaat qiling. Eng ko'p uchraydigan nosozlik sababi kabel qisqa tutashuvi, asosiy quvvat kabeli yoki fot switch kabelini noto'g'ri boshqarish nosozlikka olib keladi. On-off tugmasi deyarli buzilmaydi, ammo fuselar qisqa tutashsa, fuserni almashtirish zarur. Fot switch kabeli ishdan chiqqanda uni almashtirib ishlating. Texnik xizmat. O'tkir buyumlar bilan aloqa qilinsa, stul yirtilishi mumkin. Qo'l tayanchiga o'tirib olinadigan bo'lsa, sindirilib yoki shikastlanishi mumkin. Stulni yuvish mumkin emas, faqat nam mato bilan artish tavsiya etiladi. Ayniqsa, kasalxona dezinfeksiyalari ishlatish taqiqlanadi. Tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Ushbu video YouTube'da ham mavjud. Medline Medical